Ko'pchilik shubha qilgan Husanov qanday qilib Manchester Cityning eng muhim o'yinchisiga aylanmoqda? Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Xorij ommaviy axborot vositalari O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisining dunyodagi eng kuchli ligadagi rivojlanishi haqida yozyapti va bu muxlislarda katta qiziqish uyg'otayotgan jarayon ekani bilan ahamiyatlidir. Abduqodir Husanov misol O'zbekistonda ham butun dunyoda ham ko'plab yosh futbolchilarni ilhomlantirmoqda. O'zbekiston futbolchisi 21 yoshda, ammo allaqachon Yevropaning eng kuchli klublaridan birida dunyoning eng ko'p sovrin yutishiga erishgan murabbiylardan biri qo'l ostida eng murakkab ligada o'ynamoqda. Bundan tashqari bu uning Yevropaning top ligasida ikkinchi tajribasidir. Abduqodir Manchester Cityga o'tishdan oldin Fransiya chempionatida Lens safida o'ynagan va istiqbolni shu bilan birga ishonchli himoyachi sifatida obro' qozongan. Husanovning Yevropa katta futboldagi yili 2023-yilda Belarusning Energetik BBU klubida Lensga o'tishdan keyin boshlangan. Transfer summasi 450 ming yevroni tashkil etgan va bu mablag' fransuzlar uchun to'liq bir necha barobar o'zini oqlagan. 2023-yil yozilgan 2025-yil Yevropagacha bo'lgan davrda Abduqodir Lensliklarning asosiy jamoasi uchun 31 ta o'yinda maydonga tushgan. Bu juda yaxshi ko'rsatkich, chunki u Fransiya klubiga Yevropa futbolida yuqori darajada tajribaga ega bo'lmagan holda kelgan edi. Lens yosh himoyachi uchun ideal joy bo'ldi. U yerda futbolchilik mahoratini mustahkamladi. O'sdi va o'ziga ishonch ortdi. Vaziyat shu darajada yetdiki, qisqa fursatda Husanov asosiy tarkibdan tajribali o'yinchilardan ham chiqib chiqarildi. Fransiyada Husanov duellardan kirishgandan va pressing qilishdan qo'rqmagandan sifatli himoyachiga aylandi. Lensda u tank laqabini oldi va bu esa uning uslubini yaqqol ifoda etdi. Abduqodir tez orada murabbiy yil stil tizimida muhim o'yinchiga aylandi. O'tgan mavsumning birinchi yarmida u ligada birdagi 13 ta o'yindan 11 tasida asosiy tarkibda maydonga tushib, deyarli barchasida 90 daqiqa o'ynagan. Keyin qishki transfer oynasi yopishini arafasida yosh himoyachi kutilmaganda Manchester Cityga o'tdi. Lens uni ushlab qolish uchun ham imkoniyatga ega edi, ammo klub uni sotishdan yaxshi daromad qildi. Mavsum o'rtasida yosh himoyachi evaziga 40 million yevro olish juda yaxshi kelishuv hisoblanadi. O'tgan mavsum Manchester City uchun juda og'ir bo'ldi. Ko'plab jarohatlar sabab holat deyarli falokatli tus oldi. Shu sabab Pep Gvardiola Husanovni deyarli darhol asosiy tarkibga bir necha muhim o'yinga tashladi. Abduqodir Manchester City'dagi dastlabki yarim yili ikki xil taassurot uyg'otdi. Bir tomondan u APLda debyut qildi, ayrim uchrashuvlarda zo'r o'ynadi. Ayniqsa Chempionlar Ligasida Realga qarshi o'yin alohida e'tirof etildi. Angliya Kubogida gol urish ham uddaladi. Boshqa tomondan unda hali yuqori darajadagi tajriba yetishmas edi. U ko'p xatolar qilar va avvalgidek ishonchli ko'rinmasdi. Hurmatli muxlis, videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling va albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting.